Assalomu alaykum. Hafta davomida O'zbekiston iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasi faoliyati davomida bo'lib o'tgan yangiliklar haqida Iste'mol Digest orqali xabar beramiz. Nuqsonli ko'chma tandir uchun to'langan pul mablag'i iste'molchiga qaytarib berishga erishildi. Xorazm viloyati Bog'ot tumani Navbahor mahallasida yashovchi iste'molchi H.I.ning xarid qilingan tandirning nuqsonli chiqqanligi yuzasidan federatsiyaning 1091 qisqa raqamli ishonch telefoniga qilgan murojaati Yangiariq tuman iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyati xodimlari tomonidan o'rganildi. O'rganish yakunlari bilan iste'molchining nuqsonli tandir uchun to'lagan 1.800.000 so'm pul mablag'i qaytarib berishga erishilib, murojaat ijobiy hal qilindi. Murojaat natijasi adolat qaror topdi. Uzun tuman Navro'z MFida yashovchi fuqaro N.I.ga gazdan noqonuniy foydalanish bo'yicha uning ishtirokisiz dalolatnoma rasmiylashtirilib, 4.200.000 so'm jarima qo'llangani yuzasidan iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatiga murojaat qildi. Jamiyat Hududgaz Surxondaryo filialiga rasmiy xat yuborib, masalani joyida fuqaro ishtirokida o'rgandi. O'rganishda jarima qo'shni xonadonga tegishli ekani, texnik xatolik sabab abonent raqami fuqaro nomiga noto'g'ri biriktirilganligi aniqlandi. Natijada iste'molchiga hisoblangan 4.200.000 so'm jarima bekor qilinib, unda qarzdorlik mavjud emasligi tasdiqlandi. Maqsadimiz fuqarolar huquqiy savodxonligini oshirish. Toshloq tuman iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyati mutaxassislari aholi o'rtasida iste'molchilar huquqlariga oid qonunchilikni targ'ib qilish bo'yicha joylarda tadbirlar o'tkazmoqda. Jumladan 28 va 33 umumta'lim maktablarda maqsadimiz fuqarolar huquqiy savodxonligini oshirish mavzusida davra suhbatlari tashkil etildi. Unda ishtirokchilarga iste'molchilarning huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi qonun, iste'molchilarning huquq va majburiyatlari, muammoli vaziyatlarda o'z huquqlarini himoya qilish hamda tegishli davlat va jamoat tashkilotlariga murojaat qilish tartibi tushuntirildi. Shuningdek, federatsiya va uning hududiy tuzilmalar faoliyati bo'yicha ma'lumotlar berilib, ishtirokchilarning fikr va takliflari tinglandi. Sifat nazoratda. Toshkent viloyati iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari hududiy birlashmasi hamda Chirchiq shahar jamiyati mutaxassislari yog'moy mahsulotlar ishlab chiqaruvchi korxonada monitoring o'tkazmoqda. Jarayonda ishlab chiqarish va saqlash sharoitlari, sanitariya gigiyena talablari, xomashyo va tayyor mahsulot sifati, qadoqlash va markirovka talablari o'rganildi. Shuningdek, yorliqlarda iste'molchi uchun zarur ma'lumotlar to'liq aks etgani hamda muvofiqlik hujjatlari mavjudligi kuzatildi. Monitoring ishlari tizimli asosda davom ettirilmoqda. Noreal qarzdorlik bartaraf etildi. Pop tumanida fuqarolar murojaatlari asosida Orif Nurli kelajak MChJ faoliyati o'rganilib, billing tizimidagi qarzdorlik holatlari qayta tahlil qilindi. Natijada bir qator mahallalardagi 235 ta xonadon bo'yicha asossiz qarzdorlik shakllanganligi tasdiqlandi. Ko'rilgan chora-tadbirlar bilan 53.746.000 so'm miqdoridagi noreal qarzdorlik billing tizimidan chiqarilib, masala iste'molchilar foydasiga hal etildi. Jamoatchilik nazorati tartibidagi kuzatuv o'rganishlar yog'moy ekstraksiya korxonalarida o'tkazilmoqda. Federatsiyaning tegishli buyrug'iga asosan Buxoro viloyat hududiy birlashmasi raisi o'rinbosari ijrochi direktor Rajabov boshchiligidagi ishchi guruh viloyatda faoliyat yuritayotgan yog'moy ishlab chiqarish korxonalarida monitoring o'tkazmoqda. Jarayonda ishlab chiqarish standartlari, sanitariya talablari, muvofiqlik hujjatlari, markirovka, mahsulotni qadoqlash va saqlash sharoitlari o'rganilib, korxona rahbari va xodimlariga tegishli tushuntirishlar berilmoqda. Navoiy shahrida 6,5 million so'mga xarid qilingan iPhone 11 Pro nosoz chiqdi. Navoiy shahrida iste'molchi GX Global savdo do'konidan 6,5 million so'mga iPhone 11 Pro xarid qildi. Biroq qisqa fursatda qurilmada nosozliklar aniqlandi. Telefonning o'z-o'zidan o'chib qolishi, quvvatni tez yo'qotishi va sensor ekrani sezgirligi pastligi kabi muammolar bo'yicha do'konga murojaat qilganiga qaramay, sotuvchi tomonidan masala hal etilmadi. Shundan so'ng xaridor O'zbekiston iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasining 1091 ishonch raqamiga murojaat qildi. O'rganish ishlari esa iste'molchiga pul mablag'ini qaytarilishi bilan yakun topdi. Hafta davomida federatsiya faoliyatidagi xabar va yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Bizni ijtimoiy tarmoqlar orqali kuzatishda davom eting.